vaqtingizni chiqarib suhbatimizni qabul qilganingizga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Shu erkin mush sohasiga nima sabablar bilan kirib qoldingiz? Shu men dastlabda futbol o'ynashni yaxshi ko'rardim emasmi? Dastlabda top o'ynagan keyin shu dadam o'zi amroqchi bu mushlash kesib bilan ishgalgan bular mashqam bur. Dastlabda bular mashqqa shu vaqtlarda mashq qilib keyin endi ular o'qishi yaxshi bo'lganki ular masala kimsizrakdi. Dadam amroq bo'lgandan keyin menga seni yaxshi bir yerga gapirmaydi deb sonra tantarbiya maktab keldim. Shu mezgilda erkin mushlash tiqib qo'ydi. Kirgizib qo'ygan dastlabdan abayda o'tgandek qiynalgan. Voz kechishlarni bo'lgan. Keyin bagan sira mashq qilgan sira ham dastlabda natijalar chiqqandan keyin ham o'zim yoqtirib qoldim kesibdan. Dadamga rahmat aytaman shu mezgilda. Hozir shu sizning farzingizcha shu erkin mush sohasida hozir boksga qaraganda odam ko'prakmi yoki ozroqmi? Ishkir o'lkalarda bo'lsa, masalan, boshqa shaharlarda bo'lsa, masalan, ishkir o'lka chetlarda bo'lsa, odam jiq degidek. Bular ishkir o'lkalarcha. Erkin mush desa, jiq chunki bu bizning Jungoda ko'tarilgan emasmi erkin mushlar biza. Shu hamda ishkir o'lkalarda ham baqullarda jiqrab ko'ra qoldi. Demak, Şinjan davasida texnik umumlashib bo'ladi. Umumlashib bo'ladi. Şinjan davasida olsun ya boshqa chetlarda olsun boksdan asosli ko'rib qiladi. Shunday bo'lganda sizniki shu musobaqalar o'ynayotganingiz qancha yil bo'ldi? Taxminan 2011 dan tortib hozirgacha hisoblashim shu 4 yil. 4 yildan ishib qoldi. 4 yilda ishib qoldi. Bu jarayonda yaxshi natijalarni olgan vaqtlaringiz bo'lgan bo'g'aydi, yaxshi natija olmagan vaqtlaringiz bo'lgan bo'g'aydi. Bo'lgan. 2011da 2013gacha Şinjan'da oldin qadar hamda 4 qitim chempionlik qo'lda bermay keldim. Keyin 2013-yil mamlakatlik yosh o'smirlar musobaqasida onun 3-chi bo'lgan. Keyindan qolgan musobaqalarda asosan degidek endi natijalar bironqidan qaraganda hozirgi xili yaxshi. Shu yaqinda o'tkazilgan, Tayvanda o'tkazilgan o'sha Ipak yo'li qahramoni musobaqasida Yaponiyalik Mayer bilan maydonga tushib 1 minutda yiqitib shu vaqtida qanday bir ilhomlar bilan shu musobaqada qutib olgan bo'ldingiz-a? Shunday bilgim bor. Dastlabda ustozlarim, terminalarim yapılıqlar oynayib kelsa, tirishim olmaydi. Bilsam bularning Samra Royeva deb mana dastlabda degan. Hech qanchalik o'zimga besimni olmadim bu musobaqa uchun. Mening Mayerim Yaponiyadan o'rta darajaliklar chempion ekan. Nimaga yangi o'rgandi ekan, o'zimni ishim kichik o'rgandi ekan. Sal endi Oduqish bo'ldi. Oduqish bo'lgandan keyin hamisha rasman tushib bo'ldik. Ham bo'ymadan hozirab egiz. U maydonda mening Şinjan shu bizning o'zimning bir qo'shiq akam bor ya, ham ag'isi ikisi berib naq maydonda. Dastlabda men baland qizda o'tdim. Bir koreyalik jo'lan bor. Terner. Kelib yurgan vaqtni tutdi bu. Hech qanday oduqish yo qo'rqish bo'lmagandan keyin bu mudoqirib, mudoliq qildi. Mudoliq qo'ydim endi. Ingliz saviyarim yaxshi bo'lmagandan keyin xil qo'rqmayotgansan-ku deb ajna savollar so'raganda men yaxshi bo'ldi, hali o'qish yo'q deb qo'ydim. Shuning bilan musobaqa maydoniga chiqdim. O'zimning Uyg'urcha milliy kiyimimni kiydim, do'ppamni kiydim, maydonga chiqdim. Maydonga chiqiblar orliqda bir fursat kelib qilib, bir puttatdim kalasi. Tepkendeki şu futbollar qayg'il turgan bu. Qayg'il turib. Birinchi qadam yaxshi bo'ldi. Chaqaloq qotdi. Biz şu futbol bir qayda shundan bilan bir oq mushum bilan, bir oldi mushum bilan raqibim yiqilib, uning sonicha qo'polmadi. Shu vaqtda chiqib maydon pek cho'qan sep ketishdi. Onun mening raqibim Yaponiyalik. Kasotlarga Mayerlar shu ishkir o'lkadiki. O'ylamagan bir natijada o. Uning ustiga birda-bir o'qib qolgan biz. 3 Yapon, 3 Jungodan umid o'qib qoldim men. Musobaqaga maydon musobaqalashib, maydon musobaqaga chiqib
ta'lim qartdan o'zimning tirishchilik qilsam bo'ldi shu shu jihatdan shu mayirni jiqitib mashadagi butun ko'rmalar dayin xursand bo'ldi qo'shib ketdi o'zingiz qo'shilmadingizmi o'zim qo'shildim bu meydan musobaqada mayirni jiqitib uni sen o'ylab boqmagan jiqitib natija qozondim u musobaqada chiqib intayin qo'shildim maydonlarga nimalarga jiplarga chiqib diye qoldim intayin hayajon ketdim o'zim sizlar uchun musobaqada yana bu maydon musobaqani eng bir muhim bir musobaqa kelayapti bu musobaqada shu oltin belga qolgan musobaqa keyin shu erkin sahnasida texnik ko'p bo'lgan o'g'illarning yetishib chiqishiga umid qilaman. Rahmat. Sizning bundan keyingi musobaqalarda texnik yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirib, Shinjang tarbiyasiga texnik zo'r utuqlarni olib kelishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizga.